Legionerlarimiz uchun hafta qanday o'tdi? Erondagilar Odil Hamrobekov, Igor Sergeyev, Rustam Ashurmatov, Turkiyadagilar Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov va albatta Angliyadagi Abduqodir Husanov haqida. Rustam Ashurmatov Istiqlol Tehron safida to'liq 90 daqiqa o'ynadi va jamoasi 0-1 hisobida g'alaba qozondi. Traktorda o'ynayotgan Odil Hamrobekov o'z jamoasi bilan 1-1 durangni qayd etdi va Hamrobekov jamoasining yagona goliga assist bo'ldi. Igor Sergeyev Persepolis safida yana gol urdi. O'z jamoasi bilan Xaybarga 1-2 hisobida yutqazdi. Afsuski, ayni paytda Eron chempionatida Istiqlol Tehron 1-chi, Traktor 2-chi va Persepolis 5-chi o'rinni egallab turibdi. Turkiyada Istanbul Başakşehir 23-turda Alanyasporga qarshi o'ynab 1-2 hisobida g'alaba qozondi. 44-daqiqada Abbosbek Fayzullayev ishlagan penaltini Eldor Shomurodov golga aylantirdi va Eldor Shomurodovning Turkiya chempionatidagi gollari 16 taga yetdi. Başakşehir Turkiya chempionatida 6-o'rinda bormoqda. Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev bu o'yinda 70 daqiqa maydonda harakat qildi. Ana endi navbat Abduqodir Husanovga. Videoni mana shu yerga tomosha qilgan bo'lsangiz, albatta like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Abduqodir Husanov APL 27-turdagi Newcastle ga qarshi o'yinda dastlab zaxirada qoldirildi, ammo ikkinchi bo'lim boshida Ruben Dias o'rniga maydonga tushdi va juda ishonchli o'yin ko'rsatdi. U o'zining patkatlari va tezligini kerakli paytda, kerakli joyda qo'lladi va uchrashuvda Guehi, Dias va Aytnuridan ko'ra yuqori ballga loyiq ko'rildi. Bu o'yindan so'ng nafaqat o'zbekistonlik, osiyolik, balki yevropalik futbol ishqibozlari ham Abduqodirni maqtashmoqda. Abduqodir Husanov zaxiradan maydonga tushadimi, asosiy tarkibda o'ynaydimi? Baribir Pep Guardiolani ishonchini oqlashda davom etyapti va u kelajakda, nafaqat kelajakka uzoq qolmadi. Yaqin orada, yaqin o'yinlardan boshlab asosiy tarkibda Mark Guehi bilan tandemda harakat qilsa ham hayron qolmaymiz. Ruben Diasga chiqish eshiklari ko'rsatilishi ham ehtimoldan xoli emas.